Gaplashyapsizmi? Musulmon bo'lib gaplashing. Birovni dilini og'ritadigan gap gapirmaydi musulmon. G'iybat qilmaydi musulmon, tuhmat qilmaydi musulmon, yolg'on gapirmaydi musulmon, aldamaydi musulmon, so'kinmaydi musulmon. Shu oziz musulmonda ozimi degan savolni beraman. Misol sizlar bilan ko'z tanish bo'lishim mumkin, siz bilan gaplashgan joyim yo'q. Lekin shu yerda o'tirganlar juda yaxshi bilasiz o'zingiz oziz nimaligini. Men ham juda yaxshi bilaman ozim nimaligini. Musulmon og'ziga harom narsa solmaydi. Nos solmaydi, sigaret tortmaydi. Aroq, vino, konyak degan negalik psixotrop tabletkalar, chilim, kalyan og'zini toza tutadi. Nimaga? Shu oziz Alloh deydi. Shu oziz bismillah deydi. Hech o'zi yer qimmillaganda la ilaha illalloh deysiz-ku, to'g'rimi? Hech olmaganda. O'shaning uchun Alloh chiqadigan yo'lni toza tutish kerak. Mana mehmon keladi, shu uyni tozalashgan-ku, to'g'rimi? Ag'ini qilib, bu yog'ini qildi. Qancha tozalashgan? Ha, og'zimizda Alloh chiqadigan mana og'iz toza turish kerak. Ha, bugun inaynisi ham, buvisi ham, hammasi ham shu og'izdan chiqadi. Yana zikr qilib o'tiraveradi, subhanalloh. Qana og'iz bu og'iz. Shakarop og'iz bu og'iz. Qur'on ham o'qiveradi. So'kinaveradi ham, g'iybat ham qilaveradi, la ilaha illalloh ham deyaveradi. Nima bu? Nima deb tushunish mumkin?